Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. O'ninchi qism. Baş praktikant bo'lib qolgan vaqtlarimda hamma mas'uliyat mening zimmamga tushdi. Muvaffaqiyat qozonish yoki mag'lub bo'lish fursatining ikkilisi har qanday vaqtdagidan ko'p edi. Mag'lubiyatning azoblari meni texnikadagi ilg'orlik, axloqiy o'lcham degan qarashga akilib qo'ygan edi. Yaxshi niyat hargizmi yetarli emas edi. Bo'libmi, hamma mening iqtidorimga qarashlik bo'lib qolganda, o'lim va g'alaba orasidagi farq faqat 1-2 millimetr xatolik farqi bo'lganda hargiz mundaq emas edi. Bir kuni bir necha yil burun ishongisiz talay bilan meni o'smisidan omon qolgan Matthew ismli o'g'il qaytadan doktorxonaga kirib qoldi. Aslida uning ostinqi do'ngchi mengisi operatsiya jarayonida ozroq zaxmlangan bo'lib, o'z vaqtidagi 8 yoshlik tatliq bola amdilikda 12 yoshlik yalmavuzga aylanib qolgan edi. U yeyishdan zodil to'xtamaydi. U yavoylarcha boshqalarni mushlaydi. Apısının bileklari kökürüp ketken yaralarga to'lgan edi. Axir amal bo'lmay Matthew doktorga olib kelingan edi. Chunki u 1 millilitrlik zaxm paydo qilgan alvastiga aylanib qolgan edi. Har qanday bir operatsiyada doktor va bemorning oilasi birlikda operatsiyadan kelib chiqadigan xatarga qaraganda foydasining ko'pligini birlikda qaror qiladi. Shundaqdimi bu ahvolga kishining zotli ishongisi kelmaydi. Hech kimning Matthewning 20 yoshida 300 qadoqliq, ya'ni 272 jinglik semiz altini ko'ygisi yo'q edi. Yana bir kuni men bir bemorning mengisiga Parkinson kesili titrash alomatini davolash uchun 9 santimetrlik cho'nqurlikda bir elektrlik tancha o'rlashtirib qo'ydim. Nishon o'rin do'ngmingiga yandash kichikgina badam shakldagi nervi yadrosida edi. Bu nervi tuzilishining o'xshamagan qismlari o'xshamagan funksiyaga ega edi. Harakat, ong, hissiyot degandek. Operatsiya uyida biz titrashni o'lchash uchun elektr eqimini qo'zg'atdik. Ko'zimizni yo'g'on ichib, hammamiz bemorning so'l qo'liga qaradik va titrashning ozlig'anligidan chin putdik. Ammo bemorning ajablanib qolgan so'zi hammamizning mag'rur xushliqimizni nelargadir uchiribdi. Mening chidag'siz darajada ko'nglim yerim bo'layotdi. Elektr eqimini to'xtatinglar, dedim men. Endi bu azobli hissiyotmi yo'qolib ketdi. Biz elektr eqimi va qarshilikni qaytadan sinaq tekshirib boqaylik, bo'lamdi? Bo'ladi. Eqimni ochdik. Yo'q. Hamma narsa shu qadar azobliq, shu qadar qorong'u. Azobliq. Elektrlik tanchini chiqarib o'tinglar. Biz elektrlik tanchini chiqarib o'tib 2 millimetr o'ng tarafga kirgizdik. Titrash yo'q edi. Shukr, bu qitim bemormi boshqacha his qilmadi. Bir qitim bir menga operatsiyasi kuzatkichi Veras bilan billa menga g'oli benormal yetilishi tufaylidan kayni menga bo'yin so'ngak operatsiyasi qilinadigan bir qitimlik kechilik operatsiyaga qatnashdim. Bu eng nozik operatsiyalarning biri bo'lib, shu menga rayoniga kirishning o'zi badandagi eng qiyin kirgil bo'ladigan qism hisoblanadi. Ammo u kuni men ustilishib ketgan edim. Operatsiya saymonlari xuddi barmoqlarimning davomidek to'ylatdi. Teri, muskul va so'ngaklar o'zligidan ichilgan sertmidek o'zini oshkorlaydi. Mana, menga g'oliga o'sib qolgan bir seriq ranglik, parqaroq o'sikcha menga tikilib turadi. Tuyuqsiz kuzatchi Virash meni to'sidi. To'xtang, Pavel. Agar siz 2 millimetr cho'nqurroq kesib solsangiz, nima ish yuz beradi? Dedi ko'zitib turib. Menga anatomiyasi mengamdan chaqmoq tezligida kechdi. Qo'shmoq ko'rish sezgusi? Yo'q, dedi u.
Quluplanish yig'indi kasalligi. Agar yana 2 millimetr chonqurlasangiz, u holda bemor butunlay paraliz bo'lib qoladi. U faqat ko'zni chimchiqlata oladi. U mikroskop qarab so'zlayotdi. Bunisi men uchun shu qadar tanishlik ediki, chunki men 3-chi qitim mushu operatsiyani qilganda dal mushundoq ish yuz bergan edi. Nervi tashqi kasallar ilmi o'zini kuchlantirish bilan birga boshqalarning kimligiga diqqat e'tiborini og'dirishni talab qiladi. Operatsiyaga qatnashish qarorining o'zila birovning o'z iqtidorini dangsab ko'rishdan boshqa yana bemorning kimligi va nimani muhim deb biladiganligini tushunishga taqishadi. Ba'zi ming rayonlarga chiqilishga zodli bo'lmaydi. Masalan, asosiy harakat postliq qavti. Bu rayonga zaxm yetsa, ta'sirga uchraydigan masbadan a'zolarining polish bo'lib qoladiganligidan derak beradi. Eng takkili bo'lmaydigan rayon bo'lsa, cho'ng mingining tilni kontrol qiladigan qismlari edi. Ular odatda mingining so'l tarafiga joylashgan bo'lib, Vernik rayoni va Beroka rayoni deb ataladi. Biri tilni tushunishga, yana biri so'zlashga ishlatiladi. Beroka rayoni zaxmga uchirsa, bemor so'zlash va yezish iqtidorini yo'qotadi. Ammo bemor yanada anglab tushuna oladi. Agar Vernik rayoni zaxmlansa, u holda bemor tilni anglab tushunolmas bo'lib qoladi. Garchi bemor so'zlayolmasa-mo, ammo uning so'zlari bir-biriga bog'lanmagan, yo qo'lashmagan, yo grammatikasi yo'q bir narsaga aylanib qoladi. Agar ikkili rayon zaxmlansa, u holda bemor insoniyligining yadroliq bir narsasi manguga bulangan, g'alati bir narsaga aylanib qoladi degan gap. Bir bemor mengisi yorlanib yoki mengisiga qon tushib doktorxonaga kelganda, mushu rayonning zaxmiga uchirshi tashqi kasallar doktorining operatsiya orqali bemorning hayotini saqlab qolish qizg'inligini cheklab qo'ydi. O'ylab beqing. Tilsiz hayot qandoqmi mavjud bo'lsin? Meditsina o'quvchisi vaqtlarimda men tunji uchrashgan bemor naq mengisida o'sma 62 yoshlik er bo'lib, dal mushundoq bo'lib qolgan edi. Biz bir attiganligi uni yotoq uyga so'rab kirdik va praktikant uningdan so'radi. "Ha, Michael apandi, bugun ahvolingiz qanaqroq?" 4, 6, 1, 8, 19 deb javob qaytardi bemor, ozroq tuzit bilan. O'sma uning so'z signal yo'llarini to'sib qo'ygan edi. Shunga u faqat bir qator salla orqali so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. Ammo uningda yana ozroq ohangdirlik bor edi. Ham hissiyot ifodalari saq edi. Kulimsirash, qopig'ini turish, usinish degandek. U yana bir qator sallani sanab chiqdi. Bu qitim u sal jiddiy ko'rinadi. U bizga bir narsa demoqchi edi. Ammo bu salla uningdagi qo'rqinish va g'azabdan boshqa hech nimani ifodalab berolmaydi. Gruppamiz balnisdan chiqishga tamshalganda nimishqidir men sal ishkilinib qoldim. 14, 1, 2, 8. U qo'limni tutib, menga yaluratdi. 14, 1, 2, 8. Kechiring. 14, 1, 2, 8. dedi u azob ichida ko'zlarimga tikilib turib. Shuningdan keyin menmo guruhdagilarga agishib chiqib ketdim. U bir necha oydan keyin o'lib ketdi. Shuning bilan uning dunyoga qoldirmoqchi bo'lgan qandoqdir bir uchuri uning bilan billa tuproqqa ko'milib ketdi. O'smalar yoki ortiqcha go'shtlar bu til rayonlarini besib olganda operatsiyachi viraj sonsizligan oldini elish amallarini ishlatadi. Nurg'un sog'aylash tekshirishlarini buyuruydi va tafsiliy nerv psixologiyalik tekshirishlarni qiladi. Ammo oshqushliq yeri bu operatsiya bemor uyg'oq va so'zlayotganda qilinadi. Menga echilgandan keyin o'smini kesib etmay turib, operatsiyachi viraj bir qo'lda boshqariladigan yumroq ushliq elektr tayoqchisi bilan cho'ng miyaning kichik bir rayonini besib oladi. Ondan bemordan har xil nutuqliq sinoqlarni ishlashni talab qiladi. Narsalarning ismini atash, ilibani yodlash degandek. Elektrlik tayoqcha miyaning muhim rayonlarini g'idiqlig'inida bemorning nutqi to'solg'iga uchraydi. A, B, C,
D E Ga Ga Gar Fe Ga Ge He I Мұшында qilish orqali menga va o'smining sxemasi sizilib, qanchalik darajada bexatar holda o'smini ilib bo'ladiganligi bekitiladi. Va bu jarayonda bemor ba'zi nutq sinoqlari va ushshaq parang bilan boshdan oxir o'yga qolati turish talab qilinadi. Bir kuni kashligi men mush xildagi bir operatsiyaga tayyorlik qilgach, bemorning MRI saylash suratlarini ko'rib chiqdim. Va uning miyasidagi nutqi mas'ul miya rayonining butunlay o'smi bilan to'silinganligini bayqadim. Bu yaxshi bishorat emas edi. Bemor haqidagi xotirlarga qarasam, tashqi kasallar doktori, o'smi mutaxassislari, tasvir ilmi mutaxassislari va patologlardan tashkil topgan doktorxona o'smi komitetining bu bemorning ahvoli uchun operatsiya qilish bekli xatarlik deb yozilibdi. Undaqda tashqi kasallar doktori qandoq qilib yanada operatsiyani qilaverish qaroriga kelgandi. Sal g'azablangan edim. Ba'zi yerga kelganda yo'q deyish bizning burchimiz emasmi? Bemor operatsiya uyga olib kirildi. U menga tikildi va mengisini ko'z tutib turib, "Men qarang doktor, bu kasofat menimdan yo'qolsin, ha, tushundingizmi?" dedi. Kuzatchi Verashmo kirib keldi va chiroy ifodamni sezdi bo'g'ay. "Bilaman", dedi u. "Men uni operatsiyani qilmaslikqa undab 2 soat qopshidim. Endi korimiz bo'lmasin. Hozir siz odatdagi vaqtdagidek sanoq sanash yoki ilib bayatlash o'rniga bu qitim butun operatsiya jarayonida bizning duch kelganimiz bemorning qarg'ashlari va pandi nasihatlari bo'ldi. Men sizlarga deb qo'yay, u o'lgir ablah menimdan yo'qoldimi? Ha? Nimishqa ostilab qolasizlar? Tez bo'linglar-chu, tez. U ablahdan qutulibli ketay. Bakli to'yib ketdim. Men operatsiya uyda kashkish tursammi karim yo'q. Bo'landi. U o'lgir ablahni ilivasanglar bo'ldi. Men bemorning nutqidagi har bir to'salg'uga eng zo'r diqqatimni bagash, ehtiyotchilik bilan dahshat yo'g'on bir o'smini kesib etdim. Bemorning monologi to'xtamay turib, o'smi Peter Chashki tajriba qopqisidan o'rin og'inida uning o'smidan xoli mengisi chaqnaydi. "Ha? Nimaga to'xtaysan, voy adash? Qandoq nimasan? Men ablahni ko'zimdan yo'qot demadimmi sana?" "Elvatdim", dedim men. "O'smi yo'q bo'ldi." U qandoq sigani so'zlayoladi? O'smining cho'ngligi va o'rnidan qaraganda bu mumkin bo'lmaydigan ish edi. Balkim qarg'ash boshqa nuqtalarga o'xshamaydigan bir miya signal rayoni ishlatadigandir. Va yoki o'smi uning miyasining qaytadan tuzilishini o'zgartirishiga sabab bo'lgandir. Shularni o'ylab o'tib, o'shimni yig'dim. Miyasining qepini tikib qo'ymsam bo'lmaydi dedi. Nemish bog'ini paraz qilishga ati vaqt kengri. Men praktikant doktorlikning oxirgi mazgiliga qadam qo'ygan edim. Eng muhim operatsiyalarni pishiq egilib olgan. Tadqiqotlarim eng zo'r mukofotlarga erishgan edi. Shunga ekan, xizmat takliflari Amerikaning hamma yerlaridan tushma-tushdan kelishga boshlagan edi. Stanford dal mening qiziqishimga mos bo'lgan bir yangi xizmat o'rni e'lonini chiqargan edi. Bu xizmat dal mendek nervi kontrollash texnikalariga diqqatini markazlashtirgan. Bir vaqtda nervi tashqi kasallar doktori ham neurolog salohiyatini hozirlaganlarga dal tushadi. Bir töven qarordagi praktikant doktor yonimga kelib mundoq dedi. "Hey, men ustozlarimning-chu, agar sizni bu xizmatga qabul qilsa, mening yetakchi professorim bo'ladiganligingizni deyishayotganligini anglab qoldim." "Shh. Ta'limni qochirmang", dedim men. Menga biologiya, fazilat, hayot va o'limning yakka zanjirlari oxir ritmlik bir dunyoga qarash, hatto mukammal bir ruh sistemasi bo'lib jipslashgandek va buning ichidagi o'rni muqimlashgandek tuyulishga boshladi. Yuqori besimliq sohalardagi doktorlar bemorlar bilan ularning hayoti o'zgarish bosog'isida turganda, hayotliq va kimligi tahdidga uchrayotgan eng haqiqiy minutlarda uchrashadi. Ularning vazifasi shu bemorlarning hayotining zodin nima qimmati borligini tushunish. Shundaqla agar mumkin bo'lsa, shu qimmatli narsalarni qutqizishga urinish yoki mumkin bo'lmasa, xotirjam bir o'limning
ularni ep ketishiga yo'l qo'yish edi. Bundaq cho'ng huquq o'z navbatida ulardan zo'r mas'uliyatchanlikni talab qiladi. Ular yana kelib chiqadigan gunohkorlik va ayblash tuyg'usining dardini tortishga mahkum edi. San Diego'dagi bir ilmiy yig'inga qatnashayotganimda telefonim sayradi. U mening hamkor praktikantim Viktoriya edi. "Vay, Pavelmisiz?" Bir chatoq chiqqanligini pamlab, qo'sqimning ichiga bir og'riq kirdi. "Nemish edi?" dedim men. U jimib ketdi. "Vay, Viktoriya. Pavel, Jeff'ten ish chiqdi. U o'zini o'ltiribdi." "Nima?" Jeff operatsiya tarbiyalanishini o'rta g'arbiy qism rayonida tamomlayotgan edi. Ikkimiz Tangri urgandekla aldirash edik. Biz aloqani uzib qo'ygandik. Men uning bilan bo'lgan eng oxirgi suhbatimizni eslashga urindim. Ammo eslayolmadim. Aniqki, u zo'r bir qiyinchilikqa uchrabdi. Uning bemori o'lib ketibdi. Akşam o binaning o'g'ziga chiqib, o'zini tashlabdi. Uningdan boshqa men hech nimani uqmayman. Men bo'lgan ishni tushunish uchun savol qo'yishga tirishdim. Ammo kallamga birmi savol kelmaydi. Men faqat xuddi okean to'lqinlaridek mislsiz zo'r gunohkorlik tuyg'usini tasavvur qilatdim. Dal shu xil tuyg'u uni binoning ustiga olib chiqib sakrashga majbur qilgan edi. Men shu kuni kechda uning bilan doktorxona eshigidan birga chiqqan bo'lishimni naqadar orzu qilatdim, ha? Burunqidek uningga esdashlik qiladigan bo'lsam-chu kashki. Uningga hayot haqida va yashashni tanlagan hayotimizda nimalarni tushunganligimni so'zlab beradigan bo'lsam-tim. U menga cho'qim donolik va ustulik bilan taklif bergan bo'ladi emasmi? Biz va bemorlarimiz uchun aytganda jeniba, nafaslanadigan va metabolizm ib boradigan bir jonliq bo'lib yashashning o'zi peshonimizga putilgan edi. Nurg'ullarning hayoti o'limga bo'lgan azoblik ichida o'tadi. Chunki o'lim biz va atrofimizdagilarning beshiga omad keladi. Ammo Jeff ikkimiz xuddi Yaqub va farishtalardek o'lim bilan haplashishga, erishishga yillarcha mashqlantirilgan edik. Shu orqali bir hayotning ma'nosi bilan yuzlashatdik. Biz axloqiy burishning ig'ir kasallarini taqashga ma'qul kelgan edik. Bemorlarimizning hayoti va kimligi balkim qo'llarimizda edi. Ammo o'lim hamon futadi. Mayli siz qanchalik mukammal bo'lib ketding. Afsuski, dunyo undaq emas edi. Maxfiyatlik dal zimmamizdagi yukning ig'irligi. Uttirdig'imiz qo'limiz yoki qarorimizning xatolashib qoladiganligi. Va shundaqdimi bemorlarimizning hayotini qaytarib kelish uchun jinimizni tikib qo'ydiganligimizni bilishdi edi. Biz mangu mukammal bo'lolmaymiz. Ammo biz to'xtamay jonni tikib kurash qilish natijasida mukammallikka cheksiz yaqinlashgan bir nuqtaga yetalaydiganligimizga ishonsak, tamoman bo'ladi.